Jizzaxda 23 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar o'rtasida qilichbozlik bo'yicha O'zbekiston chempionati bo'lib o'tdi. 6 kunlik bahslarning so'nggi kunida rapira yo'nalishining jamoaviy bahslari musobaqaga yakun yasab berdi. Joriy yilda bo'lib o'tadigan qilichbozlik bo'yicha Osiyo va jahon chempionatlari, shuningdek, Islom birdamligi o'yinlari sportchilarimiz oldida turgan muhim sinov sanaladi. Ushbu musobaqa oldidan mamlakat chempionati orqali terma jamoa a'zolari saralab olinadi. Tabiiyki, zaxira tarkibi ham yoshlar musobaqasi orqali shakllantirib boriladi. Jumladan, Jizzax shahri mezbonligida o'tgan 23 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar o'rtasidagi O'zbekiston chempionati ham eng kuchli yosh qilichbozlarni saralab berishga xizmat qildi. Musobaqada dastlab sabli yo'nalishida, undan so'ng shpaga va rapira yo'nalishlarida yakkalik va jamoaviy bahslar tashkil etildi. Masalan, o'g'il bolalar o'rtasida o'tgan shpaga yo'nalishidagi yakkalik bahslarda andijonlik Radmir Semenev g'olib bo'lgan bo'lsa, qizlar raqobatida poytaxtlik Sabina Adashaliyeva birinchi bo'ldi. Sabliyachilar o'rtasidagi yakkalik bellashuvlari ham murosasiz kechdi. Qoraqalpog'istonlik Alpomish O'roqboyev hamda mezbon sportchi Samira Shokirovalar o'g'il-qizlar orasida eng mahoratli qilichbozlar ekanligini amalda isbotlashdi. Andijon viloyatidan keldik. Kecha yakkalik musobaqa o'tdi. Shu birinchi o'rinni oldik. Finalda qiyinroq bo'ldi. Finalda toshkentlik bola bilan tushdik. 15-4 yutdim. Oldinda Grand Prix bor Shanxayda. Shunga hozircha tayyorgarlik. Rapira yo'nalishida yana bir qoraqalpog'istonlik sportchi Azamat Xudoybergenov shohsupaning eng yuqori pog'onasidan joy olgan bo'lsa, terma jamoa a'zosi Ozoda Usmonjonova qizlar bahsida g'olib bo'ldi. Uchta yo'nalish bo'yicha ham jamoalar o'rtasida g'oliblar saralandi. Jizzaxdan 15 nafar sportchilar yaxshi ishtirok etishdi. Yakkalik bahslarda sabli yo'nalishi bo'yicha ishtirok etdim va lekin menga ozroq omad yetishmadi. Jamoamiz bilan jamoaviy bahslarda faxrli ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdik. Ikkinchi o'ringacha bo'lgan bahslar bu birinchi bo'lib Samarqand viloyati bilan jang olib bordik va ularni kichik hisobda yutdik. Keyingi raqiblarimiz Qoraqalpog'iston, ularni ham yarim finalda yutib, poytaxtliklar bilan finalda birga bo'ldik. Ularni yutishimiz uchun ozroq bizga omad ham tajriba yetishmadi. Ular ham juda kuchli. Lekin yaqinda may oyida bo'lib o'tadigan O'zbekiston chempionati, poytaxtda bo'lib o'tadigan chempionatda biz jamoamiz bilan yaxshi qatnashmoqchimiz va shunga yaxshi tayyorgarlik olib boryapmiz. O'zbekiston qilichbozlik federatsiyasi hamda sport vazirligi, Jizzax viloyat hokimligi hamkorligida o'tkazilgan bahslar so'ngida kuchlilar taqdirlandi.